Gul bayramiga 65-yildan boshlab qatnashaman. 60-yillardan kolleksiya qilishni boshlagan. Oldingi gulbay qatnashganlarimda odamlar tishgan ekan deb o'tib ketishgan. Hech kim to'xtagan emas, qiziqmagan. Mana shu gul bayramlarga qatnashib, gullaganligi kaktuslarni qo'yib, odamlarning mehrini shunga qaratdim. O'sha yildan yilga odamlar ishqiboz bo'lib ko'payishdi. Endi ekadigan ham, oladigan ham ko'paydi. Gul bayramida oldimda soatlab turadiganlar ko'paydi. На подготовку к параду у меня лично ушло более 2 часов. Был украшен такими тканями, как шои, адрас, и натуральными свежими цветами, розами и полевыми букетиками. Bugungi gul bayramimiz faqatgina gullardan iborat emas, balki bunda turli tuman ko'rik tanlovlar o'tkazilmoqda. Mana orqamizda turgan qizlarimiz Qo'li guldir o'zbegim go'zali milliy va zamonaviy liboslar ko'rgazmasiga kirib kelishgan. Bu ko'rgazmamiz bir hafta davomida davom etadi. Bundan tashqari yosh rassomlar ko'rgazmasi, uzun sochli qizlar tanlovi, bundan tashqari butun respublikamizdan eng taniqli san'atkorlar kelib konsert dasturlari bilan ishtirok etmoqdalar.